Bugungi videoda do'konimizda turgan barcha gologlarni to'liq ko'rsatib, narxlar bilan tanishtirib chiqmoqchiman sizlarga. Do'konimizda jami 6 xil model 30 dan oshiq gologlarimiz bor. Ayni hozirgi vaqtda bizda yangilik 6-model, yangi model chiqarganmiz. Ushbu videoni oxirida yangi modelni to'liq ko'rsatib, obzorlarini qilib, narxlar bilan tanishtirib beramiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta. Unda videoni boshlaymiz. Videoni bu tomondan boshlaymiz. Meduza hamda flora fasonlarimiz turibdi asosan. Bu tarafda yangi modellarimizdan bo'lgan Safia modelimiz hamda flora fasonlarimiz juda ham yangi chiroyli ranglardan chiqqan. Ularni ham ko'rsatib o'taman. Oxirida yangi modelimizni ham tanishtirib o'tib ketamiz. Gologlarimiz prinketini ko'rsatib o'tsak, Meduza modelimizda o'zi odatda 4 ta pufik bo'ladi. Bu yoqda 3 ta turibdi, 4 ta qilib beramiz, xudo xolasa. Razmeri 430 ga 230 bo'ladi. Ikkita yoq shishasini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Birinketin gologlarimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Do'konimizda bir dona Malibu modelimiz bor. Ko'rsatsangiz, juda ham chiroyli chiqqan gologimiz. Tomli siniy rangda 430 ga 230, 4 ta pufik bo'ladi. Materiallari ham juda ham chiroyli mo'yshi matolarda tayyorlangan. Ikkita yoq shishasini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Narxlar stoli bilan birgalikda narxi $650 ga chiqadi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul shu narxda ichida bo'ladi. 4 ta pufik bo'ladi Malibu modelimizda. Meduza modelimizda ham 4 ta pufik bo'ladi. Ushbu rangdan do'konimizda tayyor turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan gologlarimiz. Ba'zilarini strichlarini yechib qo'yganmiz, ba'zilari strichda turibdi. Chang bo'lib qolmasligi uchun ba'zilarini atelab materialni yaqindan ko'rsatish uchun ham strichlarni ochib qo'yganmiz hali u yoqda. Birinketin materiallarni, ranglarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Hop, bu yoqda Meduza modelimizni mokri, juda ham to'q rangidan bor. Juda ham ko'pchilik zakaz beradigan, ko'pchilik hamma uyga tushib ketadigan ranglardan biri 430 ga 230 rangda. 4 ta pufik MDFdan stollari bilan birgalikda Meduza fasonimiz $700 ga chiqadi. Dastavkamiz mutlaqo bepul shu narxda ichida bo'ladi. O'tirgan joylari ortopedskiy prujina bo'ladi. Mana, e'tibor bersangiz. Ustiga rossiyskiy 22 parolon qo'yiladi. Xudo xolasa, uncha-muncha cho'kib qolmaydigan, uzoq yil xizmat qiladigan yaxshi parolondan foydalanyapmiz. Bu gologni ko'rsatsangiz, flora fasonimiz ko'rishingiz mumkin. 2026-yilning eng trenddagi modellaridan biri flora fasonimiz 430 ga 230 bo'ladi. Ushbu gologimiz komplektida 3 ta pufik bo'ladi. Katta razmerda ishlangan. Meduza fasonga qaraganda o'tirgan joylari pampers prujina bo'ladi, yumshoq bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Rossiyskiy 22 parolondan foydalanganmiz. Qo'llari MDFdan yog'och bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan. Material juda teddy materialda, juda ham chiroyli materialda. Materialni ko'rsataman sizlarga ochib. Mana ko'rishingiz mumkin. Zo'r materialda chiqarganmiz ushbu gologimizni. Oq bejiviy rangda. Hop, bu gologlarimizni birinketin ko'rsatsak, seri rangda Meduza fasonimiz oxirgi payt shu rang juda ham trendga chiqyapti. Material polmo'shi matoda tayyorlangan, ko'rishingiz mumkin. Tanaga yoqiydigan, tog'lanib turadigan material. 4 ta pufik. Ushbu komplektdan ham do'konimizda tayyor bor. Stollar bilan birgalikda narxini aytganimdek $800 ga chiqadi, xudo xolasa. Ichki baquvvatligiga javob beramiz, behijolat, mustahkamligiga. Video rasmlarini ham adminga yozsalaring batafsil tashib berishadi. Ichki karkazlari qanday ko'rinishda yig'ilishini, qanday ko'rinishda bo'lishini ham. Bu yoqda Meduza fasonimiz bejiviy rangdan tayyor bor. 430 ga 230 rangda 4 ta pufik, ikkita yoq shishasi bo'ladi. Xudo xolasa o'zining rangidan qilib beramiz. Juda ham chiroyli chiqqan gologimiz, ko'rishingiz mumkin. O'tirganda ham ancha komfort holatda. Keyin Meduza fasonimizda yana bitta qulaylik tarafini sanab o'tmoqchiman. O'tirganda belni ortib qo'ymaydigan, juda ham komfort holatda ishlangan spinka qismlari, suyanadigan joylari, yotqizibroq qilingan. O'tirganda inson haqiqiy ancha qulay bo'ladi inson beliga. Tikka emasda, ancha qulayroq holatda ishlangan Meduza fasonimiz afzallik taraflaridan biri. Bu yoqda endi sizlarga flora fasonimizni kichkinaroq razmerda ko'rsatmoqchiman. 330 ga 230 razmerda. Juda ham trendga chiqqan rangi gologimiz
zo'r seriya, och seriya rangda ishlangan polmoshi matolarda. Ikkita pufik bo'ladi komplektida. MDFdan stoli bilan birgalikda Flora modelimiz $600 chiqadi, stollar bilan birgalikda. Dastavkasi ham shu narxda ichida bo'ladi. Kattasini narxini aytmadim menimcha. 430 ga 230 ligining narxi $650 chiqadi. Stollar bilan birgalikda 3 ta pufik komplektini ichida bo'ladi. Ikkita yoqchasini bonus tariqasida qo'shib beramiz albatta. Materiallarni yaqindan ko'rsatasiz. Xohlagan rangingizdan yuzga mos rangda tayyorlab berishimiz mumkin. Yuzga mos razmerda ham tayyorlab beramiz. Do'konimizda bir dona kapalak modelimizdan turibdi hozir. Bejiviy rangda juda ham chiroyli qilib ishlangan. 430 ga 230 razmerda standart uyda xohlagan tarafiga tushib ketaveradi. 3 ta pufigi komplekt ichida bo'ladi, katta qilib ishlangan. Juda ham a'lo sifatda ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Ancha yumshoq o'tirganda rossiyskiy porolon pampers prujinalardan foydalanganmiz. Qo'llariga e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Hop, Meduza fasonimizni muz rangidan ham bitta tayyor bor. Juda ham chiroyli qilib ishlangan gologimiz. Endi gologlarimizni yangi modellarini ham sekin tanishtirib, bu do'konimiz bu tarafini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Yaqinroq kelaverasiz. Safiya modelimiz, menimcha ko'pchilik bizni kuzatib yuradigan odamlar taniydi bu modellarimizni. Safiya modelimiz 2026-yilning eng trenddagi modeli deb bemalol ayta olaman. Sifat darajasida ham, qulaylik darajasida ham, dizayn darajasida ham eng top darajada ishlangan Safiya modelimiz. Bular kichkina razmerda 340 ga 240 bo'ladi. Uyda xohlagan tarafiga tushib ketaveradi. O'z odatda ikkita pufik bo'ladi, bitta pufigini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Seriy rangidan ham bor, mokriy rangidan ham bor. To'q seriy rangda material mo'shi material, buniki polmoshi matolarda tayyorlangan. Safiya modelimizni jigarrang rangda ko'rishingiz mumkin. 440 ga 240 razmerda. Bu zakaz bo'yicha Toshkentga tayyorlangan. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, tayyorlab berishimiz ham mumkin shu rangidan. Mijozimizni o'zlari tanlab berishdi, Toshkentga tayyorlab berdik. Bitta pufik qo'shimchasiga zakaz berishgan. 6 ta yoqchasi bonus tariqasida bo'ladi Safiya modelimizda. Meduza, Flora modellarimizda 2 ta yoqcha bo'lsa, bu Safiya modelimizda 6 ta yoqcha bo'ladi birdaniga. Bu yoqda Flora modelimizni juda ham chiroyli rangda ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Seriy rangda. Gologimiz 3 ta katta pufigi stollar bilan birgalikda $650 chiqadi. Yana bir marta aytib o'tmoqchiman. Bejiviy rangda ko'rsatasiz. 2 ta yoqchasi bonus tariqasida qo'shib beriladi. Bejiviy rangda ishlangan. Bu yoqda ham seriy rangda 430 ga 230 gologimiz. Flora fasonimizni ushbu rangi ham juda ham trenddagi ranglardan biri. Bolotviy rangda, yashil rangi. Material polmoshi matolarda tayyorlangan. Materialni yaqindan ko'rsatmoqchiman sizlarga. Ko'ring, juda ham zo'r material. Tanaga yoqiydigan materiallardan. 3 ta pufik bo'ladi. Stollar bilan birga qilib beramiz. Xo'p, bu yoqda ko'rsatib o'tsangiz, Safiya modelimiz. Bu yoqda ham Safiya modelimizni juda ham chiroyli ranglardan tayyorlab qo'yganmiz. Buni materiali juda ham ajoyib, qimmatroq materialda ishlangan. Mana polmoshi yaqindan olib ko'rsatasiz. Zo'r material, mana yostiqlarni ko'ring. Mana tanaga yoqiydigan juda ham cho'tka materialda ishlab qo'yganmiz. Xo'p, pufiklari razmeri 80 ga 60 bo'ladi. Pufikni birlashtirgan holatda spalni holatda foydalansalaring ham bo'ladi. Pufikni birlashtirib spalni holatda foydalansalaring ham bo'ladi. Safiya modelimizni ancha keng holatda ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Birdaniga 6 ta yoqchasini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Safiya modelimizga 440 ga 240 razmerligiga. To'q seriy mokriy rangida yana bitta tayyori bor. 440 ga 240, 3 ta katta pufigi bilan birgalikda. Yostiqlarni ham qilib beramiz. Ko'rsatsangiz. Xo'p, Safiya modelimiz narxini aytishdan chiqib qolibdi. Narxi $770 ga chiqyapti. Xudo xolasa, dastavkalarigacha bepul. Xudo xolasa, agar shu videoni ko'rib bizga murojaat qilsalaring, chiroyli narxlarda, xudo xolasa, kelishilgan narxlarda qilib beriladi. YouTube orqali murojaat qildim desalaring,
ozgina xudo xohlasa chegirmachasi bor gologimizga. Ko'rsatsangiz, yana bitta yangilik ranglardan biri, yangilik material. Yaqindan ko'rsatasiz, juda ham chiroyli momiq materialda ishlangan gologimiz. 440 240 razmerda, 6 tuyoqchalar bilan birgalikda, 3 ta katta pufigi bilan birgalikda. Gologimizni oyoqlariga bitta ko'rsatmoqchiman. Safia modelimiz oyoqlari qimmat Troitskiy noshkada ishlanayapti. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir baquvvat ishlangan oyoqlar. Troitskiy qimmat. O'ziga modeliga mos fasonda ishlangan. Qo'llariga birdaniga 6 ta oyoqdan qo'yib chiqaryapmiz. Qo'li og'irroq bo'ladi. Behijolat yanada mustahkamroq holatda turish uchun. Bu gologimizni ham ko'rsatib o'tsam, o'sha ko'rsatganimdek, Meduza modelimiz ham juda ham chiroyli yangilik materiallardan biri. 4 ta pufiglar bilan birgalikda. Materiali polmoshi mato. O'tirgan joylari ortopedskiy prujina, ya'ni o'tirib ko'rsatsam, Meduza modelimizga ko'rishingiz mumkin. Juda ham qulay qilib ishlangan va suyanishga ham qulay Meduza model. Belda ortib qo'ymaydi. Mana bu joylari ancha yumshoq holatda ishlangan. Hop. Meduza modelimizni mo'shi rangidan, mo'shi materialdan juda ham chiroyli rangdan ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Kirtisa, ketishi juda ham oson bo'ladi materialimiz. 430 ga 230 razmerda. Bu yoqda Safia modelimizni juda ham ajoyib kreativniy ranglardan biri. 440 240 standart, o'zi odatda standart chiqaramiz. Stollar bilan birgalikda qo'yib qo'yganmiz bejiviy rangiga. Ko'rsatsangiz, 440 240 MDFdan stol bo'ladi. Stol ham ancha baquvvat holatda bo'ladi. Behijolat oyoqlarni qotirib qo'yiladi. Hech qanaqa o'zini holatini yo'qotmasdan, xudo xohlasa ancha yil xizmat qiladigan stollarimizdan. Pufiklari ham 2 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. 60 ga 80 razmerda. Xo'p, Safia modelimizni sideniya qismlari ancha keng holatda ishlangan. 65 santimetrdan ziyodroq pufiklarni birlashtirib, spalni holatda foydalansalangan bo'ladi. Meduza modelidan ko'ra ancha kengroq qilib ishlangan. Haligida ko'rsatib o'tganimdek, spalni holatda dam olib, oila bilan choy ichib, televizor ko'rib foydalansalaring ham bo'ladi. Mehmon kutishga ham juda ham ideal variant Safia modelimiz. Mana bu yoqda balotvi rangidan olib chiqib qo'yganmiz. 440 240 standart bu gologimiz ham. 6 ta yoqchalarni qilib beramiz albatta. Mana bu yerda yangilik ranglardan olib chiqqanmiz. Ko'rsatsangiz, juda ham zo'r chiqqan gologimiz. Materiallarga e'tibor berasizlar. Rangi ham juda ham ajoyib. Uyda ochib yuboradigan ranglardan biri. Safia modelimizni yana bitta ustunlik taraflarini aytib o'tsam, so'naydigan joylar o'ta darajada yumshoq qilingan 3 qavat machalka qo'yib yuborganmiz. Sifatlariga alohida e'tibor berganmiz. So'nganda insonning beliga haqiqatan komfort beradi. Mana belda hech qanaqa ortib qo'ymaydigan qilib juda ham chiroyli ishlaganmiz. Orqalarigacha machalka qo'yganmiz. Qo'l qo'yadigan joylarini ham juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Qo'llarning yumshoqligiga e'tibor berasizlar. Qo'l qo'yishga ham, o'tirishga ham, bosh qo'yishga ham juda ham qulay holatda ishlangan. Bu MDFdan yog'och, ichlari sasnadan 4,5 ga 2,5 razmerdagi sasna yog'ochidan foydalanyapmiz. Yonlari 1.6 dispida mustahkam holatda qoplanyapti. Ustiga div qo'yib yuborilgan holatda. Yasalish jarayonlarini ham adminga yozsalaring, videolarni tashlab berishadi sizlarga. Ko'rib chiqishlaring mumkin behijolat. Xullas ichki jarayonlardan, ichki baquvvatligidan hech qanaqa uyalib qoladigan joyimiz yo'q. Behijolat ichki mustahkamligiga kafolat beramiz. Sasna, dispi hamda DVPlarda mustahkam holatda yig'ilyapti gologlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, o'tirgan joylari ham ancha yumshoq holatda ishlangan. Rossiyskiy parollarda, xudo xolasa, maksimalniy komfort holatda chiqarganmiz. Safia modelimizni burchaklari ham 90 gradusli, shuni ham inovatga olib ketinglar. Uyga qo'yganda ancha bagati turadi. Uyni to'ldirib, gologga hashamat beradigan holatda turadi. Burchaklari 90 gradusli. Xo'p. Endi Safia modelimiz narxini aytdim, $770. Albatta, agar shu videoni ko'rib adminga yozsalaring,
pastda kommentariyada yoki opisiyaniyada Telegramda orqali admin lichkasini qoldiraman. Telegramdan yozsalaring yoki ekranda turgan raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqsalaring, YouTube orqali murojaat qilyapman desalaring, chiroyli narxda qilib beriladi. Xudo xolasa, ozgina chegirmasi bilan chiroyli narxda qilib beramiz Safiya modellarimiz. 2026-yilning eng oxirgi yangi modellarimizdan ko'rishingiz mumkin. Yangi chiqqan Gologimiz Luna modelimiz 355 ga 255 razmerda ishlangan. Uyda xohlagan tarafga tushib ketaveradi Gologimiz. Stollari jurnalli stollarda ishlaganmiz. Stollar oyoqlariga alohida e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli ishlangan stollar oyoqlari. Ancha baquvvat holatda ishlaganmiz stollarni. Xo'p, bu Gologimizning oyoqlari chinordan, aylanasiga yog'ochdan qoplaganmiz. Mana e'tibor bersangiz. Ancha baquvvat holatda Gologimiz oyoqlari. Pufiklarning dizayniga alohida e'tibor berganmiz. O'tirganda haqiqiy sifatni his qilasizlar. Yana bitta afzallik taraflaridan biri, bizdan ko'pchilik so'rashadi, suriladigan Gologlaring bormi deb. Shu paytgacha chiqarmagan edik. Mana suriladigan variantlarimizni ham chiqardik va nihoyat. Orqaga suriladi Gologlarimiz spinka qismlari. Suyanishga ham juda ham qulay. Choy ichib, televizor ko'rib, dam olishga ham juda ham ideal variant. Ko'rishingiz mumkin. Qanchalik keng holatda turishini juda ham keng bo'lib ketadi. Pufiklar birlashtirib yotsalaring ham bo'ladi. Gologimiz mexanizmlik suriladi. O'tirgan joylari rossiyskiy porolonlardan prujina holatda o'tirib ko'rsataman. Qanchalik yumshoqligini, qanchalik komfortligini. Ancha yumshoq holatda ishlangan Gologimiz. Qo'llariga e'tibor berasizlar, juda ham yumshoq holatda ishlaganmiz. Qo'llarini boshqacha dizaynda, oyoqlari juda ham baquvvat, yog'ochda aylanasiga yog'ochda foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir boshqacha dizaynda berib turibdi. Ichlarini ham sasni hamda dispida mustahkam holatda qoplanyapti. Ich sifatiga alohida baho berasizlar, xudo xolasa. Ushbu modelimizni ham xohlagan rangingizdan, xohlagan razmeringizdan tayyorlab beramiz. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul. Ushbu Gologimizning narxi $850 chiqadi. Dastavkalar bilan birgalikda. Jurnalli stoli ham bo'ladi. Stoli MDF stoldan ko'ra bizga mehnati ham qiyin, rasxodi ham ko'proq, ancha qimmat holatda chiqadi. Stoli bo'lgani evaziga ham narxi $50 balandroq chiqadi. Shuning evaziga $850 ga ushbu komplekt chiqadi. 355 ga 255 ikkita pufik bo'ladi. 4 yoqchasini ham ichida qilib beramiz. Eng muhimi, dastavkasi ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Xudo xolasa, agar mexanizmli xohlaganlar uchun ham qilib berishimiz mumkin. Xohlagan rangingizdan chiqarib beramiz. Juda ham zo'r chiqqan Gologimiz, menga juda yoqdi. Oila bilan dam olishga, ayniqsa uyda razmeri kichikroq bo'lgan holatda ham olsalaring juda ham dam olishga ham, choy ichib o'tirishga ham zo'r variant. Xo'p, Gologimizni ushbu komplektimizning narxi aytib o'tilgandek $850 ga chiqyapti. Jurnalli stollari bilan birgalikda. Stollari ham juda ham bir boshqacha sifatda ishlanyapti. Baquvvatligi, xudo xolasa, bexijolat. Gologimizning sifatlarini o'zlaring ko'rdilaring, ortiqcha maqtashni keragi yo'q. Oyoqlari aylanasiga yog'ochda, chinorda ishlangan. Xudo xolasa, yaxshi prujina, yaxshi rossiyskiy porolonlardan foydalanyapmiz. Mexanizmli, juda ham komfort holatda ishlangan Gologimiz. Eng muhimi, dastavkasi ham shu narxda ichida bo'lyapti. Albatta, hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun ozgina chegirmamiz bor. Adminga yozsalaring, chiroyli narxda qilib berishadi. Gologlarimizni hammasini obzorini ko'rdilaring. Narxlari bilan batafsil Meduza, Safiya, Flora modellarimizni to'liq tanishtirib, ranglarini ko'rsatib o'tdim. Gologlarimizning narxi juda arzon emas, to'g'ri, lekin narxiga yarasha sifatda chiqaryapmiz. Iloji boricha ichki mustahkamligiga alohida e'tibor beryapmiz. Yaxshi porolon, yaxshi prujinalardan foydalanyapmiz. Bizdan Golog olgan odamlar uzoq yil foydalanishlari uchun
arzon ugolok olib turib 1 yilga qolmay sinib ketgandan ko'ra yaxshi narxga yaxshi ugolok olib turib uzoq yil xizmat qilishi kerak deb o'ylayman. Ugoloklarimizni ichki ko'rinishlarigacha rasm videolarni tashlab beramiz bexijolat. Ichlaridan hech qanaqa uyalib qoladigan joyimiz yo'q. Yaxshi yog'ochlarda, sasna, dispa, mustahkam yog'ochlarda ishlanyapti ugoloklarimiz. Bexijolat, yaxshi porolonlar, yaxshi prichinlardan foydalanyapmiz. Shuning uchun narxi bozorga holatga qaraganda, boshqa ustalarda ishiga qaraganda sal qimmatroq chiqib turgandir. Endi boshqa ustalar qanaqa sifatda chiqaryapti men bilmayman to'g'risi, o'zim ko'rmaganman, lekin o'zimiz ishlarimiz sifatiga javob beramiz. Xudo xolasa, ichki mustahkamligiga kafolat beramiz. Eng muhimi stollari ham ichida bo'lyapti, dastavkasi ham O'zbekiston bo'ylab bepul xizmat ko'rsatishlari ham ichida bo'lyapti. Ugoloklarimiz shu aytilgan narxlarda ichida bo'lyapti. Agar narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, ugoloklarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol adminga murojaat qilsalaring bo'ladi. Kommentda yoki opisaniyada adminning lichkasini yozib qoldiraman. Ushbu videoni ko'rib adminga yozsalaring, YouTube orqali murojaat qilyapman, shu videoni ko'rdim desalaring, chiroyli narxda, chegirma narxlarda qilib berishadi. Yoki ekranda turgan raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda batafsil ma'lumot berishadi sizlarga. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Shu paytgacha mijozlarimizning ishonchini oqlab kelmoqdamiz. Qo'ldan kelgancha bexijolat murojaat qilaverasizlar. Yaxshi sifatda, yaxshi holatda yetkazib beramiz. Barchaga omad.